Bu tunnelda uzunligi 2 kilometr 800 metr, ya'ni Yevrosiyo tunneli deb nomlanadi. Sizni mana shu bitta uyda ijaraga olishingiz 3000 yevroga tushadi. Do'stlar, Istanbulga bir necha marotaba kelib, mana shu joylarni bilmaydiganlar bor-da. O'zimizni Toshkentda Perevalida tog'ning tagidan tunnel o'tgan. Bu yerda mana shu Bosfor ko'rfazining tagidan tunnel o'tgan. Mana shu oq arkalarni ko'ryapsizlar. Ana shu oq arkaning tagiga kirib ketayotgan mashinalar hozir suvning tagiga kirib ketishadi. Bu yo'lak esa ana shu qirg'oq bo'ylab Istanbulning markaziga boradigan yo'l. Bu tunnelning uzunligi 2800 metr, ya'ni 2 kilometr 800 metrni tashkil qiladi. Mana bu Bosfor ko'rfazi. Uzoqda ko'rayotgan tankerlaringiz menimcha shu ana shu Erondan kelayotgan neftlarni tashuvchi tankerlar bo'lsa kerak. Bu yo'l Istanbulda eski Otatürk aeroportiga olib boradigan katta trassa. Ozgina yursangiz, chap qo'l tarafda katta port bor. Bu portda katta laynerlar Istanbul shahridan Bursa shahriga olib boradi. Bu Bursa shahrini ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak. Bursa shahrini ko'pchiligimiz bilamiz. Bu Bursa shahri Usmoniylar imperiyasini tashkil topgan birinchi shahar bo'ladi. Ya'ni Usmon G'ozi mana shu Bursa shahrini zabt etgandan keyin va'da beradiki, 20 ta katta masjid qurdiraman deydi. Lekin uni vazirlar aytadiki, bizga 20 ta masjid kerak emas. Mana shu 20 ta masjidning o'rniga bitta katta masjid quringda 20 ta gumbazi bo'lsin deydi. Mana shu masjid Usmoniylar imperiyasini tashkil qilgan davrdagi birinchi masjid hisoblanadi. Bu masjidning o'zining tarixi bor. Albatta boring, ko'ring. Juda qiziqarli. Masjidning tepasida ana shu Usmoniylar imperiyasining asoschisi Usmon G'ozini qabrlar maqbarasi ham bor. 24 soat Qur'on o'qib, Qur'on tilovat qilib, u qabrni Qur'on nuri bilan yoritib turishadi. Undan tashqari askarlar bor, ikkita askarlar bu maqbarani doim himoya qilib, ya'ni zamonaviy tarzda soqchilikni ado qilishadi. Yana bir lifehack. Mana shu pilovda turklarning mashhur tovuqli pilovdan. Qadikoy, ya'ni turistlar yuradigan joyda 400-450 talaga olasiz, ya'ni liraga. Ozgina chetroqqa chiqsangiz, mana shu tramvay liniya bilan Bag'chilar tomon yursangiz, shu tomonda 130 talaga ayron bilan olsangiz bo'ladi. Istanbul markazidan ozgina chetroqqa chiqqanimizda mana turklarda haqiqiy o'zlarining milliy taomi pilov. No'xat bilan guruch yoki qovurilgan ustiga tovuqlar bilan olsangiz bo'ladi. Tog'amiz mana shu yerda yurgizar ekan. Iqtisod qilaman, puldan ozgina ekonom qilaman degan bo'lsangiz, ozgina tashqariroqqa chiqasiz va tashqaridan arzonroq taomlarni xarid qilsangiz bo'ladi. Bu yerda mushuklar juda qadrlanadi. Har bir joyda bir burchaklarda ularga uylar qurib qo'yishadi, taomlar qurib qo'yishadi. Agarda mushukka ozgina ozor beradigan bo'lsangiz, baloga qolasiz. Mana guvoh bo'ling, mushuklarni qadrlash, bular qanchalik mushuklarni yaxshi ko'rishadi. Nima uchun mushukni yaxshi ko'radi? Bular mushukni payg'ambarimiz siylagan degan so'zga qattiq rioya qilishadi. Mana shu Istanbul markazidagi musorga hisoblanadi, ya'ni musorning konteynerlar. Bu musorning konteynerlarni yerda ostiga joylagan. Mana shu joydan oyog'ingiz bilan tepib bosib ana shu eshigini ochasiz, ochib shu yerga tashlaysiz. Bu ustidagi turba esa musor tashiydigan katta mashinalar keladi, krani bilan shuni ko'taradi. Mana shu katta to'rt burchak konteyner tepaga chiqadi, to'kib yana joyga qaytarib qo'yib qo'yadi. Bu musor konteynerlari afzalligini bilasizmi nimada? Afzalligi yerda ostida bo'lib, tepaga umuman axlatda hidi chiqmaydi. Bu juda qulaylik. Mana shu uydan biz ijaraga 4 xonalik uy olganmiz. Bir oyiga 1000 yevro. Endi bu 1000 yevrodan tashqari yana 1000 yevro
realtorga berasiz 1000 euro. Yana zaklad pulni berasiz. Xullas sizni mana shu bitta uyda ijaraga olishingiz 3000 euroga tushadi. Bu shaharning markazidagi narxlar. Domni tagida mana shunaqangi ustaxona bor. Bu ustaxona mototsikllarni remont qiladigan ustaxona. Bu esa podyezdimizga kirish joyimiz. Ocağımızda yana buna tepaga chiqish lestnitsalari juda kichkina tor. Avtomatik datchiklar bilan svetlarni yoritib turadi. Bu elektr energiyasini iqtisod qilish uchun juda qulay. Qarang, bu yerda tabiiy gazlar ham bor ekan. Mana uyimizga ham kirib keldik. Bugün bilmadim 15 kilometr piyoda yo'lni chekdik. Kirganda chap qo'l tarafda mana dushovoy, tahorat uchun alohida xona, bitta xona, kuxnya. Bu yerda ham bitta spalnya. Bu yerda yana bitta spalnya, 3-spalnya. Bu yer esa mehmonxona. Shunaqa do'stlar. Bugungi video rolikimiz shu yerda yakunlaymiz. Yoqqan bo'lsa like, o'zingizlarning fikr mulohazalarni qoldiringlar. Obuna bo'lishni unutmang. Shunaqa.